Tafsiri muyassar. Baqara surasi. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Yolg'on ishga qasam qilish, bulongchilik, o'g'irlik, parxo'rlik, jazonixo'rlik qatorliq qilmishlar bilan bir-biringlarning pul mollarini nohaq yevanmanglar. Haromligini bilib turib, kishilarning pul mollaridan bir qismini yo'lsizlik bilan, saxta dalil isbotlar bilan yevilish uchun amaldorlarga pora bermanglar. Ey payg'ambar, sahobaların senden yeni chiqqan ay va uning o'zgarishchan ahvoli to'g'riliq so'rashidi. Ularga aytqinki, Allah yeni chiqqan oyni kishilarning haj, ro'za qatorliq ibodatlar va muomala ishlarining vaqtlarini bekitishi uchun belgi qildi. Yaxshilik sizlar jahiliyat davrida odatlanib qolgandek va yoki islomning dastlabki chog'larida qilganinglardek savob bo'ladi degan gumon bilan ihromdagi cheg'inglarda uylarning orqasidan to'shga chib kirish emas, balki yaxshilik deganimiz gunoh ma'siyatdan saqlangan va Allohdan qo'rqqan odamning yaxshiligidir. Shuni sizlar hajga yoki umrga ihrom bog'lagan cheg'inglarda uylarga ishkidan kiringlar. Dunyo va oxiratlik barliq ishlaringlarda murodinglarga yetishinglar uchun Allohga taqvolik qilinglar. Ey mu'minlar, Allohning dinini ustunlikka ega qilish uchun sizlarga urush ochganlarga qarshi Allohning yo'lida jihad qilinglar. Dushmanlarning a'zolarini kesib qiynash, bolalarni, ayollarni va yashanganlarni o'ldirish, intiqomni chekdan oshirib etish qatorliq harom ishlarni qilmanglar. Chunki Alloh chekdan eshib ketguchilarni va haromni halol sanag'uvchilarni do'st tutmaydi. Sizlar bilan urush qilgan mushriklarni topgan yerda o'ltiringlar. Ular sizlarni chiqarib etgan Makkadan sizlarmi ularni chiqarib etinglar. Fitna odam o'ltirishdan qattiq gunohdir. Toki ular o'zi urush ochmoqchi Masjid-i Haramning hurmati uchun ular bilan Masjid-i Haramda urush qilmanglar. Agar ular Masjid-i Haramda o'zlari urush etsa, sizlarmi ularni Masjid-i Haramda o'ltiringlar. Kafirlarning jazosi ana shundoq ibratlik bo'ladi. Agar ular Masjid-i Haramda urush qilishdan, kufrdan voz kechib iymon etsa, shaksizki Allah bandalari uchun nihoyat mag'firat qilguchidir. Ularga bekmu mehribondir. Ey mu'minlar, toki musulmonlarga qarta suiqasd va ziyonkashliklar tugaganda, din Allohga xolis bo'lganga va insonlar Allohga qo'shib maxluqotga ibodat qilmaydigan bo'lganga qadar tajovuzchi kofirlar bilan urushni davomlashtiringlar. Agar ular kufrdan va sizlarga qarshi urush qilishdan voz kechsa, sizlarmi urushdan voz kechinglar. Azob faqat kufrda chang turib olgan va musulmonlarga ziyonkashlik qilishdan qo'l yig'magan zolimlarga bo'ladi. Ey mu'minlar, sizlarning urush qilish harom qilingan oyda sizlarga urush ochgan mushriklarga qarshi urush qilishinglar, ularning ulug' oyda sizlarga urush ochganligining jazosidir. Allah urush qilishni harom qilgan joy va vaqtlarda urush ochganlar shu joy va shu vaqtlarda o'z qilmishiga yarasha jazolanadi. Kim sizlarga urush ichish yoki boshqa ziyonkashlik bilan qanchalik chekilgan bo'lsa, sizlarmi uningga shunchalik chekilinglar. Buningda sizlarga gunoh bo'lmaydi. Chunki dushmanlikni boshlaganlar oshulardir. Allohdan qo'rqinglar. Jazolashda haddinglardan oshmanglar. Bilinglarki, Allah farzlarni o'rindab, harom ishlardan yiroq turib, taqvodorlik qilguvchilar va Allohga itoat qilguvchilar bilan birga bo'ladi. Ey mu'minlar, Allohning dinini ustunlikka ega qilish va Alloh yo'lida jihad qilish uchun pul-mol sarf qilishni davomlashtiringlar. Allah yo'lida jihad qilishdan va Alloh yo'lida pul-mol sarf qilishdan bosh tortib, o'zinglarni halokatga tashlamanglar. Allohga itoat qilishni, uning yo'lida pul-mol sarf qilishni voyaga yetkazinglar. Barliq amallaringlarni Alloh roziligini ko'zlab xolis qilinglar. Shaksizki
Allah ketir qilib, ixlos bilan ish qilguvchilarni do'st tutadi. Haj bilan umrni Allah uchun to'liq o'rindanglar. Agar bu ikkisini ado qilishga dushman yoki kasallik qatorliqlar to'sqinlik qilsa, to'ga, kala va qo'y qatorliq qurbonlikqa yaraydigan chorvalardan nimani topa olsanglar, Allohga yaqinlik izlab shuni qurbonlik qilinglar. Qurbonlik qiladigan mol belgilangan haram doirasiga yetmaguncha yoki sizlar to'sqinlikqa uchrab kelib, qurbonliqinglarni xuddi payg'ambar alayhissalom Hudaybiyada qurbonlik qilgandek qurbonlik qilmoqcha chechinglarni tushirmanglar. Ya'ni haj qilishga muyassar bo'lganlar qurbonlikni haram doirasida qurbon hayit kuni va uningdan keyingi 3 kun ishida qiladi. Yo'li to'silib qolganlar bo'lsa qurbonligini to'silib qolgan yerida qiladi. Sizlardan kimki kasallik yoki beshiga chiqib qolgan jarohat sababidan chechini ihrom ichida tushirishga majbur bo'lib qolsa, tushirsa bo'ladi. Ammo fidya lozim keladi. Fidya 3 kun roza tutish yoki 6 miskinga bir vaqt tomoq berish yoki biror mol qurbonlik qilib Makkaning peqirlariga tarqitib berishdan iboratdir. Sizlar xotirjamlikda va tan saqliqda bo'lgan cheg'inglarda aranglardan umr qilgandan keyin haj qilishdan bahramand bo'lgan, ya'ni umr qilib bo'lgandan keyin ihromdan chiqib haj qiladigan vaqtda qayta ihrom bog'ilgan odam nima o'ng'ay bo'lsa shuni qurbonlik qilsin. Qurbonlik qilinmagan odam haj oylarida, ya'ni Shavvol, Zulqa'da oylari va Zulhajji oyining oldingi 10 kunida 3 kun, o'z vataniga qaytgandan keyin 7 kun roza tutsin. Bu to'liq 10 kun bo'ladi. Qurbonlik va roza tutish qatorliq bu ahkamlar Masjidi Haram doirasida Makkada o'tirishga bo'lmagan kishilar uchundir. Allohning buyurganlarini o'rindash, to'sqanlarni tark etish orqali Allohga taqvodorlik qilinglar. Uning jazosidan qo'rqinglar. Bilinglarki, Allah o'zining amr farmonlariga rioya qilmaganlarni qattiq jazolag'ichidir. Haj vaqti ma'lum bir qancha oy bo'lib, ular Shavvol, Zulqa'da oylari va Zulhajji oyining oldingi 10 kunidir. Bu oylarda haj qilishni niyat qilib ihrom bog'ilgan odamning jinsiy aloqa qilishi va shuningga elib boradigan so'z va harakatlarni qilishi, gunoh qilib Allohning itoatidan chiqishi, kishilar bilan jidal majro qilishi, g'azablanishi va o'chmanlik qilishi ma'ni qilinadi. Sizlar qandoqligi yaxshi amalni qilsanglar, Alloh uni albatta bilib turadi va har kimga amaliga yarasha mukofot beradi. Sizlar haj safaringlarga yetgudek yemak-ichmak qatorliq oziqlik elib elinglar. Oxiratlikinglar uchunmi oziqlik tayyorlanglar. Sheksizki, eng yaxshi oziqlik taqvolikdir. Ey sog'lom aql egillari, mendan qo'rqinglar. Haj mezgilida tijorat qilish orqali Rabbinglardan rizq talab qilsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Zulhajjining 9-kuni kun patgandan keyin Arafatdan qaytgan chig'inglarda Mash'arul Haramda, ya'ni Muzdalifada Allohga tasbih va talbiya etish, uningga duo qilish orqali Allohni yod etinglar. Allah sizlarga bildirgan bo'yicha to'g'ri ravishda yod etinglar. Sheksizki, Allah sizlarni buningga hidoyat qilishdan ilgari sizlar haqiqatni tonimaydigan cho'nqur ozg'unlikda edinglar. Sizlar Arafatdan qaytganda İbrahim alayhissalomdan tortib davomlashib kelganidek jahiliyat ahliga o'xshamaydigan shaklda qaytinglar. Allohdan gunohinglarni mag'firat qilishini talab qilinglar. Chunki Allah tavba qilgan bandalarining gunohini bakmu mag'firat qilg'uchidir. Ularga nihoyat mehribondir. Sizlar ibodatlaringizni tamomlab, haj amallarini ado qilib bo'lgandan keyin Allohga ko'plab zikr va tasbih etinglar. Allohni ota bovularinglarning ortiqchiligini yod etgandek yoki uningdan ortiq yod etinglar. Ba'zi kishilar, "Ey Rabbimiz, bizga bu dunyoda tan saqligi, pul, mol va farzand bergin" deydi. Mundaq odamlarga oxiratda yaxshilikdan hech bir nasibi yo'qdir.
Chunki ular oxiratdan yuz o'rib, barliq himmatini bu dunyoning manfaatlariga qaratgandir. Müminler dualarida: "Ey Rabbimiz, bizga dunyoda tansoqligi, rizq, manfaatlik ilm ato qilgin va yaxshi amalga muvaffaq qilgin. Oxiratda bizga jannatni ato qilgin. Bizni do'zax azobidan saqlagin" deydi. Bu dua ma'nosi cho'nqur duolardan bo'lib, payg'ambar alayhissalom bu duoni ko'p qiladi. Mushu duo bilan duo qilgan oshu kishilar yaxshi amallarni qilganligi uchun katta ajr savobga erishadi. Alloh nihoyat tez hisob olg'uchidir. Bandalarning amallariga ularga tegishlik mukofot yoki jazo berguchidir. Tashriq, ya'ni Zulhajning 11, 12 va 13 kunlardan iborat sanoqli kunlarda Allohga ko'plab tasbih va takbir etish orqali uni yod etinglar. Kimki aldirab qolsa va Zulhajning 12 kuni shaytonga tosh etib bo'lib, Minodan kun petishdan ilgari qaytib kelsa, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Kimki ta'xir qilib Minoda yana bir kun qo'nib, Zulhajning 13 kuni mu shaytonga tosh etib etib, ondan qaytsimi, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Bu taqvodorlik qilguvchilar uchun bo'lib, ta'xir qilish afzaldir. Chunki mundaq qilish ibodatni ko'p qilganlik va payg'ambar alayhissalomning qilganini qilganlikdir. Ey musulmonlar, Allohdan qo'rqinglar. Hamma ishinglarni Alloh meni ko'rib turibdi degan asosda qilinglar. Bilinglarki, sizlar o'lguninglardan keyin hisob berish uchun uning dargohiga yig'ilasizlar. Ey payg'ambar, munofiqlarning orasida shunday odamlar borki, uning oxiratligini emas, dunyo manfaatlarini ko'zlagan jalbkor so'zlari seni qiziqtiradi. U islomga va musulmonlarga ashaddiy dushman turug'liq, dilida islomga qarata muhabbatning borligiga Allohni guvoh qilib qasam qiladi. Bu munofiqlarning Allohdan qo'rqmaydiganligini, islomga va musulmonlarga adovatining qattiqligini ifodalaydi. U huzuringdan qaytgandan keyin yer yuzida bozg'unchilik qilish, kishilarning ziroatlarini nobud qilish, hayvonlarni halok qilish uchun bor kuchi bilan tirishidi. Alloh bozg'unchilikni yoqtirmaydi. Ashu bozg'unchi munofiqqa Allohdan qo'rqin, uning jazosidan hazar ayligin. Yer yuzida bozg'unchilik qilishdan voz kechgin deb nasihat qilinsa, uning takabburligi va jahiliyatning mutaassibligi qo'zg'ilib, texmu ko'p gunoh qilib patadi. Bundaq odamga do'zax yetarlik jazodir. Do'zax bekmu yomon joydir. Ba'zi kishilar borki, ular Allohning yo'lida jihad qilib, uningga itoat qilib, uning roziligiga erishish uchun o'zining borlig'ini ataydi. Allah bandalarga to'liq marhamatlikdir. Mümin bandalarga dunyo va oxiratda cheksiz rahim shafqatini beg'ishlaydi. Ularni eng yaxshi mukofotlar bilan mukofotlaydi. Ey Allohning Rabbim, Muhammad alayhissalomni payg'ambarim, islomni dinim deb qabul qilgan mu'minlar, islom shariatini butunlay qabul qilinglar. Uning barliq ahkomlarining hammasiga amal qilinglar. Shaytonning sizlarni gunoh ma'siyatlarga qiziqtiradigan yo'llarga ergashmanglar. Chunki shayton sizlarga o'p-ochiq dushmandir. Uningdan hazar aylanglar. Sizlarga Qur'on va sunnat mujassamlangan haqiqatning o'p-ochiq dalillari kelgandan keyin haq yo'ldan ezib ketsanglar, bilinglarki, Alloh podshohligida haqiqatan g'olibdir. Buyurgan va to'sqanlarda hikmat bilan ish qilguchidir. Har narsani o'ziga munosib o'ringa qo'yguchidir. Ashu jahil kofirlar o'zlariga o'p-ochiq dalillar kelgandan keyin faqatla Allohning qiyomat kuni ularning orasida adolat bilan hukm chiqarish uchun bulutlarning soyasida o'ziga loyiq ravishda kelishini va farishtalarning kelishini kutadi. Shu chaqda
Allah ularning orasida hukm chiqaradi. Bandalarning barliq ishlari Allahning bir taraf qilishiga qaytariladi. Tafsiri muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020 yanvar 1 nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.